Haqnus ko'rsatuvini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganimda qachon chiqish nasib qilar ekan deb o'zimga o'zim aytardim. Nasib, rahmat sababchilariga taklif uchun. Usmon Azimni Sog'inch she'ri juda ham yoqtiraman. Shu she'rni ijro qilib bermoqchiman. Uyingizni topib bormasin xatlar. Yomg'irlar chertmasin derazangizni. Sizga hamroh bo'lsin eng ulkan dardlar, eng mayda dardlar ham qiynasin sizni. Sizni bo'sh xona ishga kuzatsin. Faqat stol suhbat qursin siz bilan. Tunda ko'rpangizni zulmat tuzatsin, o't bilan yashamang, yashang muz bilan. Omadli yo'llarning izini tashlang. Omadsiz yo'llarda yuring qoqilib. Meni sog'inguncha siz shunday yashang. Men shunday yashayapman sizni sog'inib.